Assalomu alaykum, Centrum Holidays tur firmasining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz, do'stlar? Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga 2026-yil iyun oyida qachon va qayerdan reyslarimiz bor va shart-sharoitlarimiz qanday, shular haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta bizga yordam beradilar Nizomjon hoji akamizdan birgalikda video syomkamizni davom ettiramiz. Hoji aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Charchamayapsizmi aka ishlar bilan? Rahmat. Hoji aka, hozirgi kunda qachon va qayerdan reyslarimiz qo'yildi va shart-sharoitlarimiz qanday bo'ladi? Shularni birma-bir aytib o'tib ketsangiz. Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli Centrum Holidays ashaddiy obunachilari, hurmatli vatandoshlar, yurtdoshlar. Xudo xolasa biz inshaalloh yangi mavsumlarni boshlab olganmiz. Iyun oyida xudo xolasa 17-iyunda Namangan, Madina hamda Toshkent, Jidda yo'nalishlari bo'yicha reyslarimizni yo'lga qo'yib oldik. Alhamdulillah, bemalol quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zlaringga yoqqan sanalardan 17-iyundan boshlab iyunda oxirigacha Vodiy reysi bo'lsa, Vodiy reysi, Toshkentdan bo'lsa, Primor viloyatlardan bo'lsa, Toshkent Primor reyslarimiz xudo xolasa ochiq deb e'lon qilamiz. Bemalol qo'ng'iroq qilishlari mumkin bo'ladi. Xudo xolasa. Xo'p, hoji aka, hozirgi kunda mana shu aytib o'tib ketgan sanalarimizga, ya'ni Toshkent va Namangan Vodiydan ham reyslar qo'yilgan. Safar haqida ham ma'lumot bersangiz, ya'ni necha kun bo'ladi va qayerlarda bo'lishadi? Xo'p, safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramada bo'ladi. Xudo xolasa Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunduz bo'linadi, Makka Mukarramada 11 kun xudo xolasa albatta tavoflari, ziyoratlari hamda ibodatlari bo'ladi xudo xolasa. Xudo xolasa. Ya'ni 14 kun mobaynida tajribali 50 boshli hamrohligida bo'ladi, hoji aka? Albatta, albatta. Safar oldidan majlislarimiz bo'ladi. Albatta tajribali eng kami 7 yillik tajribaga ega 50 boshlarimiz xudo xolasa safar oldidan tayyorgarlik bo'ladi. Hamda 14 kunlik umra ziyoratiga chiqadigan vatandoshlarimiz bilan birgalikda borib, birgalikda kelishadi. Xudo xolasa. Taomlarimiz qanday bo'ladi, hoji aka? Taomlarimiz albatta bizda o'zgarmagan, albatta o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunduz 2 mahal obed ujin o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada esa 11 kun 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi, xudo xolasa. Ya'ni 14 kun mobaynida juda ham chiroyli sharoitlarda gostinitsa oraliq masofalarimiz qanday? Xo'p, gostinitsalarimiz oraliq masofalari Madina Munavvarada markaziyada bo'ladi, ya'ni 150-200 metr oralig'ida bo'ladi, juda ham yaqin. Xo'p, Makka Mukarramada 1 kilometrdan uzoqi 1,5 kilometr oralig'ida bo'ladi. Malak Al-Safa Rose Garden degan gostinitsalarimiz xudo xolasa yurtdoshlarimiz uchun, vatandoshlarimiz uchun 24 ga 7 avtobus xizmatlari bilan xizmat qiladi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqing va joylarini bron qilishlaring mumkin. Xo'p, hoji aka, xudo xolasa mana shu ekrandagi raqamlarga telefon qilishsa, to'liq batafsil ma'lumotlar beriladi, xudo xolasa. Albatta, xudo xolasa to'liq ma'lumotlarni o'zimiz beramiz. Agar bitta oiladan 5 nafar oila bo'ladigan bo'lsa, chegirmalarni ham qilib beramiz. Viloyatlardan, qo'shni davlatlardan yoki musofirdan kuzatayotgan aka-ukalarimiz bo'lsa ham bemalol WhatsApp, xo'p, Telegramlarimiz ishlab turibdi. Bemalol qo'ng'iroq qilsin, aloqaga chiqsin. Xudo xolasa chegirmalar bilan bonus tariqasida qilib beramiz. Xudo xolasa. Xo'p, narximiz qanday bo'ladi, hoji aka? Xo'p, narxlarimiz Vodiyda ham, Toshkentda ham bitta narx belgilab beramiz. 1100 dollardan bemalol telefon qilishaversin. Oilaviylarga, guruhdoshlar, sinfdoshlarga albatta chegirmasi bo'ladi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana eshitdilaring, batafsil to'liq ma'lumot berdi degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Yoqqan bo'lsa like bosib, qarindoshlar guruhlariga, yor birodarlar guruhlariga videoni maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar azizlar. Hoji aka, sizga ham rahmat. Xalqimiz uchun mana shunday xizmatlar qilishdan charchamang. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, salomat bo'linglar.